Siz hech o'ylab ko'rganmisiz? Rangli kiyim davolash xususiyatiga ega ekan. Buvilarimiz buni yaxshi bilishgan va ranglarni ongli ravishda tanlashgan. Qizil rang potensiyani oshiradi, qon aylanishini yaxshilaydi va yallig'lanishga qarshi kurashadi. Aytishlaricha, saraton kasalligi qizil rangdan qo'rqadi. Shuning uchun onkologik kasalliklar yoki yallig'lanish bo'lsa, qizil yoki pushti kiyim kiying. Ajdodlarimiz erkak kuchini mustahkamlash va kasalliklarga qarshi kurashish uchun qizil ko'rpaga o'ranishgan. Sariq rang jigar, o't pufagi va buyrakdagi toshlar bilan bog'liq muammolarda yordam beradi. U moddalar almashinuvini yaxshilaydi va hazm a'zolari faoliyatini rag'batlantiradi. Ko'k va moviy ranglar esa asab tizimini tinchlantiradi, stressni yo'qotadi va uyquni yaxshilaydi. Agar uyqusizlikdan aziyat cheksangiz, ko'k kiyim kiyib yuring. Shunda siz farqni sezasiz. Qora esa aksincha miya faoliyatini susaytiradi. Talabalar va ofis xodimlariga bu rangdagi kiyimlarni kundalikda kiymaslik tavsiya etiladi. Ajdodlarimiz bilishgan, rang bu shunchaki estetika emas, balki organizmga kuchli ta'sir etuvchi vosita. Siz eng ko'p qaysi rangdagi kiyim kiyasiz? Kommentariyada yozing va salomatlik sirlaridan boxabar bo'lish uchun obuna bo'ling.